va mana shu bilimlarni ham aynan o'quvchilarimga o'rgatishlikni niyat qilganman. Nimaga? Chunki biz hamma sababiyotlarni qilar ekanmiz, lekin halollik darajasida qayerdadir to'g'ri va qayerdadir to'liq amal qilmasligimiz hisobiga ham bizning muvaffaqiyatimiz ham, topadigan pulimizni barakasi ham, soni ham o'zimiz xohlagandek bo'lmas ekan. Keyin bizda nima deymiz? Biz ko'proq ayblash pozitsiyasidamiz-ku, jertva pozitsiyasiga tushamiz-da. Men hamma harakatni qildim. Bu yog'i Allohdan, demak Alloh menga nasib qilmagan ekan deymiz. Yo'q, biz qanchalik to'liq sabab qildik. Mana shu narsani birinchi tushunib yetishimiz kerak. Bizda odatda 2 ta, 3 ta, 4 ta qadamni bosamiz-da. Qildim-ku. Qildim mana. Uni marketingda deylar o'rgandim. Instagram o'rgandim deylar, instrumentni o'rgandim. Xo'p, professional dizayner bor, o'zing eski chizib g'oyalar yarat, birovdan ko'chirma deydi, uni ham o'rgandim. 3 yildan beri topgan pulim faqat bilimga ketadi. Nimaga? Topishimda hali unaqa katta o'zgarish yo'q deb qo'yamiz. Ba'zan o'zimiz o'sha mijoz olib kelgan matoni bichib tikkanimizda yaxlit kusoklarni berib yuboramiz, lekin musurga ketgan kusogiga kim rozilik so'raydi? Bu ham uni haqqi. Meni bitta mijozim menga shunaqa zo'r insight berib ketganlar. Musurga ketgan chiqindisini men hech o'ylab ko'rmas ekanman-da. Yo berib yuborish, endi o'zimga yeb ko'rmaganman, musur berib yubormayman-ku klientimga. Lekin musurga ketgan haqqini men o'zidan roziligini so'ramas ekanman. Qarang, keyin menga bir kuni yozyaptilar, "Anoxon, yaxlit kusok qaytibdi, chetidan chiqqan qiyiqimlari yo'qmi?" dedi. Men aytdim, "Voy, men musur berib yubormayman-ku sizga aytsam, meni kelinim quroq tikadilar. O'sha quroqqa ishlatardik bizni. Shu matoni olganimda, oyijon, menga mayda kusoklarigacha olib kelib bering. Men quroq tikaman shu matoyingizdan. Juda chiroyli ekan" deb aytuvdilar-ya, dedi. Ishonasizlarmi, muzlab ketganman shu joyda. Bozor aylanganman, shu matoni qidirib topganman-da. Bichib, o'shani kusokini berganimda, "Voy, musurga ketdi dedingiz-ku" degan. "Yo'q, topdim" deganman, lekin u yog'ini aniq qilmaganman. "Rozi bo'ling" deganman, roziligini olganman. Tushunyapsizlarmi? Qay darajada biz sohamizga halollik darajasida qay darajada yondashuv qilishimiz kerakligini. Men har doim xodimlarimga ham aytaman, "Hoy, men bu bisira bizda eng ko'p g'ol bo'ladigan narsa bu furnitura, ruchnoya rabota qiladiganlar biladi. Va bizni iplarimiz. Ba'zan meni tikuvchilarim ham masalan orada o'zini shaxsiy ishini, shuni etagini qayiltirib olay deydi. Aslida men bir ipni 100 dan 1 qismini ketganiga norozi emasman, lekin shuni ham bir-birimiz o'rtamizda rozichiligini bildirib qo'yaylik. Chunki siz qaysidir ma'noda bunga ahamiyat bermasligingiz mumkin, lekin roziligini so'ramaganingiz uchun bu sizga halol bo'lmaydi. Siz halollik darajasida yondashuv qilmayotgan dargohdan baraka qochirasiz. Shu uchun hamma narsa o'rtamizda ochiqlik bilan bo'lsin. Bitta dona shoda xrustal ishlatmoqchimisiz, buni ham eting. Ba'zan bizda shunaqa holatlar bo'ladi, biz o'g'irlamaymiz. Biz haqqiga xiyonat qilmaymiz, lekin bizga berilgan buyurtmani matosini isrof qilib qo'yamiz. Furniturasini tikish jarayonida bir 3 ta 4 ta shodasi to'kilib, dumalab taxtani orasiga kirib ketadi, musurga ketadi, supurganda va hokazo. Mana shu ham insonning haqqi. Supursiz bir piyola furnitura chiqadi, undan bitta bemalol lozim qo'ynini bezatib olsa bo'ladi. Biz nima qilamiz? Biz o'sha to'kilganni supurib ishlatish o'rniga biz bozorga chopamiz faqat. Mana shunda baraka ketadi. Sizning o'sha barakangiz dumalab ketgan 3 ta munchog'ingizdadir. Va o'sha ishlatayotgan xodimingiz o'shani bebaraka qilayotgan bo'lsa, necha ming dollar oylik olsa ham barakasi bo'lmasligi mumkin. Nimani hisobiga? O'g'irlik qilmayman, igna bilan quduq qazigandek halol mehnat qilyapman, haqqiga xiyonat qilmayman, ketidan g'iybat qilmayman, har doim hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Nimaga pulimda baraka bo'lmayapti? Tafakkur qilaylik. Yo'q, Alloh menga shuni nasib qadar qilibdi-da. Allohni biz aybdor qilmaylik. Alloh bizga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Pulimizni kasallikka, qarzga, kreditga to'lashga Alloh bizga ravo ko'rmaydi. Alloh hamisha hamma narsani eng yaxshisini ravo ko'radi. Agar bizni topayotgan pulimiz biz xohlamagan narsalarga chiqib ketyaptimi, biz tafakkur qilishni o'rganishimiz kerak. Hatto men sohamda halollik darajasini yo'qotib qo'ydimki, meni pulimda baraka bo'lmayapti. Hamma sababni 99%ni qiling. Agar bitta halollik darajasiga amal qilmasangiz, islom moliyasini o'rganmas ekansiz, sizning muvaffaqiyatingiz 99% ga teskarisiga ishlashni boshlaydi. Hamma sababiyotini qilsangiz ham. Tushuntira oldimmi?